Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning va qorilarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo aytadi: Shubhasizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadigan, namozni ado qiladigan va biz rizq qilib bergan narsalarni yoshurun va oshkora sarf qiladiganlar kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularning ajrlarini to'liq beradi va marhamatini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Osman radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan. Bu hadisni Imom Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobida rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Qur'onni mahirlik bilan o'qiydigan kishi putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiynalib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar alayhissalom Qur'on o'qib turadigan mu'min turunjiga o'xshaydi. U xushpuroq ham ta'mlik. Qur'on o'qib turmaydigan mu'min xurmoga o'xshaydi. U puroqsiz ammo ta'mlikdir. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. U puroqliq, lekin ta'mi achchiq bo'ladi. Qur'on o'qimaydigan munofiq achchiq tavuzga o'xshaydi. U puroqsiz ham ta'mi achchiq bo'ladi degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh bu kitob, ya'ni Qur'on Karim orqali nurg'un kishilarning martabasini yuqori qiladi. Ya'ni nurg'un kishilarning martabasini to'van qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu men Payg'ambar alayhissalomning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'zini o'qiganlarga shafoatchi bo'lib keladi deganligini anglagan edim deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Ularning biri Alloh Qur'on ato qilsa, kechalari va kunduzlari uni o'qib qiyomda turgan kishi. Yana biri Alloh mol dunyo ato qilsa, kech-kunduz Alloh yo'lida chiqim qilgan kishidir. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Biz bu hadisni yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilganmiz. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Biri Alloh mol dunyo berib, uni haq yo'lda ishlatishga muvaffaq qilgan kishi. Yana biri Alloh ilm hikmat ato qilgan va shu ilm bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana mundaq rivoyat qilgan: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: Kimki Allohning kitobidan bir harf o'qisa, bir yaxshilikqa erishadi. Bir yaxshilikqa 10 as savob beriladi. Men alif lam mim ne bir harf deb qaramayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan sahih hadis degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo mundaq deydi: Kimki Qur'on o'qish va menga zikr aytish bilan bo'lib ketib, mendan bir narsa tilashga vaqt chiqara olmagan bo'lsa, tilganlarga beradigan narsaning eng afzalini uningga beraman. Allohning kalomining boshqa so'zlarga bo'lgan ortiqchiligi Allohning o'z mahluqotlariga bo'lgan ortiqchiligiga o'xshaydi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan hadis degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ichida Qur'ondan hech narsa yo'q kishi xaroba uyga o'xshaydi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qiyomat kuni qoriga o'qi, o'rla. Dunyoda tartil bilan o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyiladi. Bu hadisni Abu Davud, Nasa'i va Tirmiziylar rivoyat qilgan. Tirmiziy Hasan sahih hadis degan. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on o'qigan va o'qig'iniga amal qilgan kishining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydiriladi.
Uning nuri quyosh nuridan nurliqdir. Ata-onasi shundoq bo'lgan yerda Qur'on o'qigan va amal qilgan kishining o'ziga qanday mukofotlar bo'ldigandi? Darimi sanadi bilan rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Qur'on o'qinglar. Alloh Qur'on bor qalbni azoblamaydi. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Uningga daxil bo'lgan kishi amin bo'ladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan kishi xush bishorat olsun. Abdul Hamid Himmani mundaq deydi: Men Sufyan Savriydan jihad qilgan kishini yaxshi ko'ramsan yoki Qur'on o'qigan kishinimi deb so'rasam, u Qur'on o'qigan kishini yaxshi ko'raman. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatganlardir degan deb javob bergan edi.